Qiziqli so'rovlarga javob berarga, ko'p bilirga, eng muhimi tomchi shou intellektual ko'ngillish topshirig'ini ko'rarga yaratasiz ekan, ekranlar qarshisiga yaqinroq kelinglar. Chunki biz boshlaymiz. Bugunda birda ikki komanda o'zaro bilim kuchini sinashir. Mana ular sizning qarshingizda. Belki bizning bugungi xo'jalari Qozon shahari Yangi Samin rayonida o'rnashgan 179-gimnaziya o'quvchilari. Yigitlar ham qizlar, sizga bizning studiyamizdan qo'ynar salom. Endi hozir sizning bilan tanishir vaqtda kelib yetdi. Sizning ismlaringiz, komanda ismlari. Bularning barisi bizni ham tomoshachilarni qiziqsindiradi. Shunga ko'ra sizni o'zingizga topshiramiz, rahim etingiz. Benim ismim Elina. Benim ismim Emin. Benim ismim Azali. Bizning komandanın ismi Yıldızlı. Birgalashib Yıldızlı komandasini qarshi olib, sostavida Elina, Emin ham Azali. Endi biz ko'chamiz kundoshlarga. Benim ismim Medine. Benim ismim İslam. Benim ismim Kamile. Bizning komandanın ismi Yalqin. Yıldızlı komandasına qarshi bugun Yalqin komandasi o'ynayashaq. Sostavida Kamila, İslam ham Medine. Ana shunday motor yigitlar ham qizlar bugungi o'yinda o'zlarining bilimlarini ko'rsatar. Mening ismim Madina Bektemirova ham biz sizning bilan bu o'yinning shahidlari. Endi natija chiqaruvchi ekspertimiz bilan siz topshiruv oxirida tanishirsiz. Hurmatli do'stlar, birinchi turga ko'chamiz. Siz hazırmi? Hayır. Hazır bo'lsangiz boshladik. Tomchi shou intellektual ko'ngillish topshiruvining birinchi turini boshlab jibaramiz. Haligi tur qisalarida biz sizga hurmatli komandalar 12 so'rov taqdim etishakmiz. So'rovlarning barasida turli temalarga qaralgan bo'lacak. Shunga ko'ra e'tiborli bo'ling, chunki bir necha mezgilga biz sizga barliq temalarni ham ularning qayda o'rnashganini ko'rsatamiz. Temalar ham so'rovlar shoqmoqlar ortida yashiringan. Ham qaraymiz ekranga, sizning qarshingizda 12 shoqmoq ham naq mana hozirgi mezgillarda temalar. Bugungi o'yinda botanika, qirg'iy hayvonlar, muzika, yilg'alar, astronomiya, biologiya, qushlar, yashilchalar, totar tili, illar, sport ham biologiya. Ana shunday temalarga angama qiramiz. Bugun angama albatta bir yoqliroq bo'lar. Mendan, ya'ni ekrandan so'rovlar, ham albatta sizdan javoblar. Har bir javob bu ishroqda 1 ball bilan baylanadi, demak barlig'i sizning 6 ball to'plash mumkinligingiz bor. Hazırmisiz? Hayır. Qaysiz boshlaydi? Biz. Yalqinlar komandasi biz boshlaymiz deb aytadi. Demak biz ular bilan birgalashib qaraymiz ekranga. Demak, o'yin sharti bo'yicha sizning qarshingizda 12 shoqmoq ham ular ortida yashiringan temalar. Sizga nibora bir shoqmoqni so'ylab olirga kerak. Ham biz naq mana shu son ortida yashiringan so'rovni ochiramiz. 10 shoqmoq sizning uchun qaraymiz ham tekshiramiz qaysi tema yashiringan ekan birida. Illar, ya'ni geografiyaga qaragan tema. Maydoni bo'yicha eng zo'r il qaysisi? Yaponiya, Rossiya, Italiya yoki Argentina. Maydoni bo'yicha eng zo'r il qaysisi? Bizning javob Rossiya. Sizning javob, hurmatli qatnashuvchilar, dirasa demak 1 ball. Haligi o'yinning birinchi balli naq mana sizniki. Ekranda shular javob chog'lar, shunga ko'ra ista qoldirig'i solga to'pa ko'chamiz. Yıldızlı komandasi. Yıldızlı komandasi shulay 12 shoqmoq. Endi birsini hozir biz ochdik. Demak 11 shoqmoq qoladi. 11 shoqmoq sizning uchun. Ham birida sport bo'yicha so'rov. Sportni yaratasizmi? Hayır. Hay demak, haligi so'rov sizning uchun yengil bo'lacak. Boks yarishi o'tkazila turgan o'rin nechig ataladi? Stadion, tir, ring yoki arena. Boks yarishi o'tkazila turgan o'rin, shunday maydon nechig ataladi? Ring. Ring deb ataladi.
boks yarışı o'tkazila turgan o'rin sizningcha ham sizning javob albatta durust. Yolqin komandasi ham yulduzlik komandasidan biror durust javob oldik. Olg'a tapada shulay bo'lar deb umidlanib qolamiz. Ham kushamiz sizga yolqinlar. 8-son sizning uchun ham ekranda yashilchalar temasi. Ham albatta fotoso'rov. Qaysi yashilchani O'rta Osiyo xalqi sovut saba, Dunyoq Amerikada yashovchi jirli xalq so'yirshiq uyosi yasash uchun qo'llanadi? Bizning javob qoboq. Sizning javobni qoboq deb qabul etdik. Ekranda aning fotosi 3-son bilan berilgan. Endi hozir qaraymiz. Durust javobni ham belgili, sizning javob durust. O'rta Osiyo xalqi sovut saba, Dunyoq Amerikada yashovchi jirli xalq so'yirshiq uyosi yasash uchun qo'llanadi. Davom etamiz. 4-so'rov Shiratda ham yulduzlik komandasi. 1-son. Yana fotoso'rov ham botanikaga negizlangan tema. Qaysi yaproq? Qo'yin og'achiniki. 2. Demak, 2-son ostida qo'yin yaprog'i suratlangan, shulaymi? 1-son ostida narsa suratlangan? Qaysi og'achning yaprog'imi? Shunday emas, so'rov. Shundan tatarcha biz uni rangi deb taniymiz. Olg'a tabaqa qo'shamiz. 3-son. Iman yaprog'i ham endi 4-son ostida Qorlig'on yaprog'i suratlangan. Afarin. Haliga so'rovga ochiqlik kiritdik, ham qo'shamiz. Shiratdagi so'rovga u sizning uchun Yolqin komandasi. 3-son ostida bugun muzika. Bulardan qaysisi rus kompozitori? 4 variant berilgan. Ludwig van Beethoven, Pyotr Chaykovskiy, Antonio Luigi Vivaldi, yoki Wolfgang Amadeus Mozart. Pyotr Chaykovskiy. Belgili sizning javob durust. Tanilgan rus kompozitor Pyotr Chaykovskiy. Haliga so'rovning durust javobi. Shiratdagi so'rov sizning uchun yulduzlik komandasi. 12-so'rov. 12-shoqmoq. Ham sizning uchun biologiyaga negizlangan so'rov. Og'achning yer ostidagi ulushi nechig o'talar? Tomir, kavsa, yaproq, butoq. Og'achning yer ostidagi ulushi nechig o'talar? 1-tomir. Qabul etdik javobni. Qaraymiz ekranga. Hamdira javobni bilamiz. Albatta, siz tomir turida boraydi, ham siz bu turda bek yaxshi bilasiz. 1 ball sizniki qutlaymiz. Sizni ham olg'a tabaqa qo'shamiz Shiratdagi so'rovga. Yolqin komandasi. 6-so'rov. 6-shoqmoq ham albatta yangi tema. Biologiya. Qaysi bujak so'yrarga yaratadi? Shikirtka, qirmizqa, kubalak, iliq o'rog'i. Shigirtka. So'yrarga degan albatta qush tirnoqlari ishni olingan. Ham biz narsa turida so'z borganini anglaymiz. Sizning javob durust. Qutlaymiz sizni shulay 1 ball. Endi olg'a taba nindirak so'rovlar, nindirak temalar bo'lar ekan. Qarab-qaraymiz. Yulduzlik komandasi sizning Shirat. 2-son. Endi hozir men qolsa nindi tema ekanini xotirlamaysiz? Biz uni boribizda ko'ramiz u ekranda. Qirg'iy hayvonlar ham 4 fotosurat. Bulardan qaysisi yaguar? 1. Demak, 1-son ostida yaguar suratlangan, shulaymi? Agar men sizga yo'lbarsni tabirga qo'shsam, qaysi
rasmni otar edingiz? İkinci. Shundan yo'lbars, ya'ni tigr ikkinchi sonasida berilgan, 3-chi sonasida gepard suratlangan hamda 4-chi son ostida silavsin. Shiratdagi siravga ko'shamiz. Bu sirav uchun 1 ball sizniki. Endi bizni oldi tog'inda qiziqli siravlar kutib. 9-chi sirav. 9-chi sirav naq bilan sizning ishon ekranlarda ham birida tatar tili temasi. Qizg'il so'zi sifatning qaysi darajasida? Ortiqlik, kimlik, g'odiy yoki sho'g'ishtiruv. Qizg'il so'zi sifatning qaysi darajasida? Endi hozirgi javobni bilir vaqt kelib jetdi. Mana ishon qaraymiz ekranga. Ham qizg'anishga qarshi sizning yolg'ishqanini ko'ramiz. Qizg'il so'zi kimlik darajada, shunga ko'ra bu so'rov uchun siz ball to'play olmadingiz. Olg'a tabax ko'shamiz, e'tiborliroq bo'ling'iz hurmatli komandalar. Devam etamiz. Shulay qaraymiz ekranga, so'ylaymiz shoqmoqni, ham javob beramiz. 7-chi son. 7-chi son ham qaraymiz qaysi tema ekanini. Qushlar qaysi qushni tinchlik simvoli deb ataylar? Ko'garshin, Turg'ay, shavlagan yoki oqqush. Qaysi qushni tinchlik simvoli deb ataylar? Ko'garshin. Albatta, ko'garshin turida so'z bor haligi sirovda ul 1-chi sonasida berilgan edi. Ham sizning javob durust. Nibara 2 sirov qolib bor haligi turda. Ham biz murojaat etamiz sizga Yolqin komandasi. 5-chi son. Ham bugun 5-chi son ortida yashiringan astronomiya. G'alamga ushib, ondan eson-sog' aylanib qaytgan itlar qaysisi? Belka bilan Strelka, Marshall bilan Sky, Rocky bilan Zuma yoki Scooby-Doo bilan Clifford. Belka bilan Strelka. Hatta men o'qib bitirgancha udri javob yangradi sizdan. Belka ham Strelka, afarin, 1 ball bu ishraqdan. Naq sizniki. Yulduzli komandasi. Tog'in bir so'rov. Onisi sizning ishon endi hozir so'ylov mumkinligi qolmadi. Shunga ko'ra qaraymiz ekranga, ham javob beramiz. Yilg'alar. Qaysi yilg'a Fransiyada o'rnashgan? Temza, Sena, Huanhe yoki Gang. Sena. Demak, sizning javobni Sena deb qabul etamiz. Shulaymi? O'ylab qaramaysizmi? Yo'q, demak siz deb tegal bilasiz haligi so'rovning durust javobini. U shundan-da ekranda sizning uchun Sena. Hurmatli do'stlar, shuning bilan 1-chi turning so'rovlari ham javoblari tamom. Natijalarga ko'chganda ular tubandagicha. Hisob 6-5 ham yulduzli komandasi haliga oldi. Topshirig'imizning 2-chi turini qaraysiz hurmatli do'stlar. Ilishda bizning qatnashchilarni logikaga negizlangan so'rovlar keti. Ularning barasida biz Instagram shiltari osha video yozma ravishida olamiz. Shunisi da muhim, so'rovlarning avtorlari tanilgan shaxslar, bizning san'atli yoshdashlarimiz ham millatdoshlarimiz. Hurmatli komandalar, hazırmisiz? Olaysa so'rovlarning avtorlarini sizga ham tomoshachilarga yong'iratam. Bugungi o'yinga so'rovlarni Saratov shahrida yashovchi millatdoshimiz Venera Salihova ham Amerika Qo'shma Shtatlarining Miami shahrida yashovchi millatdoshimiz Roza Harrisova hazırladi. E'tibor ekranga, haliga so'rov sizning uchun yulduzli komandasi. Yangi yil bayramini 6 qiz bir-birsini birishar bo'lak jibergan. So'rov: har qiz nechashar bo'lak olgan? Tag'in bir qat sizning uchun so'rovni yong'iratam. Haligi so'rov naq mana Miami shahridan keldi. 6 qiz yangi yil bayramini bir-birsini birishar bo'lak jibergan. Har qiz nechashar bo'lak olgan? Birgalashib o'ylaysiz,
Үзара киңәшләшәсез, саныйсыз һәм соңыннан безгә төп төгәл җавапны бирәсез. Игътибарлы булыгыз, хөрмәтле дуслар, чөнки әлеге өлештә дөрес җавап 2 балл белән бәйләнә. 5. Димәк, һәрбер кыз 5-әр бүләк ала. Әйе. Ни өчен? Кызлар саны 6. Әгәр ялгышмасам. Алар үзенә бирмәгән балаларны инде, бүләкне. Димәк, үзләренә алар бүләк ясамыйлар, шуңа да күрә 5-әр бүләк. Аңлашылды сезнең җавап. Инде хәзер карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны беләбез. Җавап: һәр кыз 5-шәр бүләк алган. Кызларның һәркайсы 5-шәр бүләк алган. Инде сез әлеге сорау өчен, ягъни әлеге җавап өчен 2 балл туплыйсыз. Алга таба күчәбез. Ялкын командасы сезнең өчен чираттагы инста сорау. Исәнмесез, укучылар? Саратов шәһәреннән сезгә зур сәлам. Сезгә шундый сорагым бар. Бер өйдә 2 әти, 2 ул һәм бабай белән оногы яши. Бу өйдә барлыгы ничә кеше яши? Мәркәзебез Казаннан Саратовка шулай ук кайнар сәлам инде сезнең өчен сорау яңгырады, хөрмәтле Ялкын командасы. Димәк, бер өйдә 2 әти, 2 ул һәм бабай белән оногы яши. Бу өйдә барлыгы ничә кеше яши? 3. Бабайга аңлы, малайга ылы. Ярар, аңлашылды сезнең җавап. Аны кабул иттек. Инде хәзер карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны авторның үзеннән алабыз. Сорауларга дөрес җавап биргәнсездер дип уйлыйм. Бу өйдә 3 кеше. Бабай, әти һәм әтиенең улы яши. Дөрес җавапны сездән алдык, димәк 2 балл сезнеке. Икенче тур нәтиҗәләре буенча гомуми нәтиҗә 8-гә җиде һәм Йолдызлы командасы әле дә алда. Уеныбызның 3-нче турын башлап җибәрәбез. Хөрмәтле командалар, сезгә сораусыз шигырьләр өйрәнергә яратасызмы? Әйе. Димәк, сезнең хәтерегез шәп. Шулаймы? Әйе. Нәкъ менә хәзер тикшереп карарбыз. Моның өчен һәр командага без 6-шар рәсем әзерләп куйдык. Сезнең бурыч, хөрмәтле дуслар, барлык предметларны, аларның төсләрен, сыйфатларын истә калдырырга. Ни өчен? Чөнки рәсемнәрне караганнан соң без сезгә әлеге рәсемнәр буенча сорау әзерләп куйдык. Аңлашыламы? Әйе. Ялкын командасы бу юлы сез беренче башлыйсыз. Димәк, 6 рәсем һәм дөрес җавап өчен 1 балл. Яни шәк рәсемнәрне истә калдырып булдымы? Әйе. Инде хәзер сезнең өчен сорау: рәсемнәрдә барлыгы ничә төлке санадыгыз? 4 төлке. Димәк, әлеге рәсемнәрдә барлыгы 4 төлке очрады, шулаймы? Әйе. Тамашачылар, сез барлыгы ничә төлке санадыгыз? Инде хәзер тикшерәбез җавапларны, карыйбыз экранга. Бергәләшеп саныйбыз. Кайсы рәсемнәрдә төлкеләр бар? 3-тә һәм 5-тә. Нәкъ шулай. Һәрбер сез атап киткән рәсемдә 2-шәр төлке, димәк, барлыгы төлкеләр саны 4. 1 балл сезнеке, афәрин. Йолдызлы командасы арасына ял итеп алдыгыз. Инде хәзер карыйбыз экранга. Шулай ук 6 рәсем һәм 1 генә сорау.
Resimler tamam. İhtibar, so'rov. 3-resimdagi ikili soni nindi tusda? Qizil sarı. Sizning javob qizg'il sori. Endi hozir qaraymiz ekranga ham tekshiramiz. 3-resimda ikili soni zangar tusda. Qizg'anish bu ishroqda biz sizdan diri javobni olmadik. Endi ko'chamiz 3-turdan so'nggi natijalarga. Hurmatli komandalar, sizning uchun sevinchli xabar. Hisob tegizlashdi ham hozir endi biz 8 ga 8 natijasi bilan ko'chamiz 4-turga. Nihayat Xalitkash 4-turni boshlab jibaramiz. Bu turda 6 ball to'plar uchun nibara 6 harf kerak. Chunki biz sizga hurmatli komandalar harflari tushib qolgan so'zlar taqdim etamiz. Haligi so'zlar uchun shulay harflar da bor. Harflar soni so'zlar sonidan ortiq shunga ko'ra e'tiborli bo'ling'iz, borasida o'z o'rinlarına qo'ying'iz. E'tibor ekranga. İhtibor, hurmatli komandalar, sizning javoblarni tekshirar vaqt kelib jetdi. Demak, qo'yamiz qalamlarni ham boshlaymiz. Yulduzlik komandasi birinchi so'z sizning uchun, rahim etingiz. Birinchi so'z til boyiq. Ham sizning javob nindi harf kerak? End. N harfi, ya'ni N. Anglashildi, sizning javob ko'chamiz kundashlarga shuluq so'z. N. Demak, N ham N degan javoblarni oldik. Qaraymiz ekranga ham diri javobni bilamiz. Bu ishroqda yulduzlik komandasi siz haqiqatga yaqinroq ham 1 ball sizniki. Tinboyoq so'zi. Davom etamiz. Yolqin komandasi, rahim etingiz sizdan. Y harfi deb qabul etdik sizning javobni. Yulduzlik komandasi sizning shirat ham shuluq so'z. Y harfi. Y harfi shulay qabul etdik sizning javoblarni. Qaraymiz ekranga ham diri javobni bilamiz. Bu ishroqda har bir komandaga birer ball yetishak ham biz xohlar ravishda ko'chamiz 3-so'zga. Ham sizga so'z. Yulduzlik komandasi. Qoti X harfi. Demak, qoti X harfi deb qabul etdik sizning javobni. Yolqin komandasi sizning fikri, rahim etingiz. X harfi. Qotimi nishkami? Qoti. Qoti X harfi degan javoblarni oldik komandalardan. Endi hozir qaraymiz ekranga. Ham birida shulay qoti X harfi. 3 so'z qolib boradi. Demak, sizning hurmatli komandalar ishlar ball to'plab mumkinligingiz bor. Yolqin komandasi sizdan boshlaymiz. Yumshoq X. Nishka X harfi deb qabul etamiz sizning javobni ham qo'shamiz yulduzlik komandasini. Sizning javob. Hunar so'zi. Nishka X. Siz shulay nishka X harfi deb o'ylaysiz, qaraymiz ham tekshiramiz. Nishka X harfi birida, demak, siz hurmatli do'stlar, birer ballga ega bo'ldingiz. Shiratdagi so'z. Yulduzlik komandasi. Dondurma. N harfi. Demak, N harfi degan javobni oldik sizdan. Ham qo'shamiz yolqin komandasini. Sizning fikringiz. N. Shulay N harfi. Qaraymiz ekranga. Nihoyat bu o'yinning so'nggi so'rovi, ya'ni so'nggi so'zi qolib bora. Sizdan so'raymiz yolqin komandasi. U harfi ham o'yin so'zi kelib chiqadi. Rahim etingiz yulduzlik. E harfi. E harfini qabul etdik, ham qaraymiz ekranga. Qaysi javob durust ekan? Belgili, u degani
Biride dürüst, çünkü muyin sözünde başka harf bulurga mümkün de tugul. Hürmetli dostlar, bizning o'yinimiz şunun bilan tamam. Hem bizning birgina so'rovimiz qolib bora. Qaysi komanda bugun jenguvchi ekan? Buni bilish uchun so'zni ekspertimizga topshiramiz. Xayrli kun o'quvchilar. Bugungi topshiriq baigisida Qozon shahrining 179-gimnaziya o'quvchilari aql kuchini sinadi. Komandalar baigiga tirishib azirlangan. Umumiy natijaga kelganda Yulduzlik komandasida, Yolqin komandasida 10 ball to'pladi. Shulay etib, bugungi baigida do'stlar jengdi. Chin ko'ngildan qutlayman o'quvchilar. İki komanda hem 6 jenguvchi. Hurmatli tomoshachilar, bugungi o'yinda do'stlik jengdi. Qutlaymiz sizni Yulduzlik komandasi ham Yolqin komandasi. Bugun siz borig'izda jenguvchilar. Har vaqtdagi bizdan sizga istalikli bo'laklarni bizga topshiruvimizning fanniy konsultanti Anvar Rahmatulloh Xo'ja Ahmedov yetkazdi. Bekzur rahmat anga. Ondan tez G'ileskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatri ham Shulay Abdukariyev ismidagi Qozon Totar davlat tomoshachi teatri sizni o'zlarining spektakllarini chaqira ham chaqiruv biletlarini taqdim etadi. Teatrlarga cheksiz rahmatlarimiz. Hurmatli tomoshachilar, sizning uchun foydali ma'lumot. Agar siz bizning topshiriqlarimizni qarorga ulgurmagansiz ekan, ularni siz Shayan TV'ning YouTube kanalida ko'ra olasiz. Kirigiz, yoziling'iz ham ko'rasiz. Bugungi shular edi, ham tomosha intellektual ko'ngillish topshiruvi sizning bilan kelasi uchrashuvlarga qadar deb sog' bo'lishib turadi. Kelasi haftada shu vaqtda shu o'rinda uchrashishga nasib bo'lsin. Eson-amin bo'ling'iz, aqlli bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz, hurmatli komandalar.